Diqqat, xalqimiz uchun tezkor xabar. Ishlab chiqarilganiga 30 yildan oshgan avtomobil egalari har yili kompensatsiya to'lashga majbur bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda ishlab chiqarilganiga 30 yildan oshgan avtomobil egalari har yili kompensatsiya to'lashga majburiyati yuklantirilishi mumkin. Bu haqda jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilingan qaror loyihasida ko'zda tutilgan. Ekspluatatsiya muddati o'tgan avtomashinalarning utilizatsiyasini tashkil etish va uning komponentlarini qayta ishlash amaliyotini yo'lga qo'yish to'g'risidagi qaror loyihasiga ko'ra, 2027-yil 1-yanvardan boshlab ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ortiq bo'lgan avtotransport vositalari egalari har yili bir marotaba bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari 12,360,000 so'm miqdorida ekologik kompensatsiya to'lashi rejalashtirilmoqda. Qonunchilikda belgilangan tartibda zararli ekologik toifaga mansub transport vositalaridan foydalanish, ularni qayta ro'yxatga olish taqiqlanadi hamda ular davlat ro'yxatidan chiqariladi. Loyihada qayd etilishicha, ekspluatatsiya muddati o'tgan avtomashinalarni utilizatsiya qilish va ularning komponentlarini qayta ishlash tizimini quyidagi bosqichlarda joriy etiladi. Birinchi bosqich 2026-yildan boshlab M1 toifali transport vositalari, ya'ni yengil avtomobillar uchun. Ikkinchi bosqich 2027-yildan boshlab M2, M3, N1, N2, N3 toifali transport vositalari, ya'ni mikroavtobuslar, avtobuslar va yuk avtomobillari uchun. Uchinchi bosqichda 2030-yildan boshlab barcha turdagi g'ildirakli transport vositalari uchun. Ekologik va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi raqamli texnologiyalar vazirligi bilan birgalikda 2026-yilning 1-avgustiga qadar qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqish ketganlik uchun jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan majburiy to'lovlarni to'lash va hisobini yuritish yagona elektron tizimida qo'shimcha modul sifatida tovar va qadoqlash buyumlari chiqindilarini onlayn monitoring qilish platformasini ishga tushiradi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.